kim ehtikor qilsa u xatokordir deb Rasululloh aytadilar. Boshqa bir hadisda al-jalib marzuq val muhtakir mal'un dedilar. Jalb qiluvchi rizqi mo'l odam, ehtikor qiluvchi odam Allohning rahmatidan uzoq odam. Al-jalib marzuq ya'ni jalb qiluvchi rizqi barakasi mo'l odam. Jalb qiluvchi kim? Chetdan mamlakatda yo'q molni olib keladigan odam. Mana savdogarlar chetdan mol olib kelasiz. Mamlakatda shunga ehtiyoj bor. Rasululloh shu unaqa odamni al-jalib marzuq, chetdan mol olib kelib millatni, mamlakatni ehtiyojini qondirayotganlar rizqi mo'l odam. Val muhtakir mal'un. Muhtakir degani mamlakatning ichida o'tirib olib, odamlarning ehtiyoji tushgan narsani sotib, jamlab, uni saqlab, narxning oshishini kutib sotish, bu muhtakirlik. Ya'ni ehtikor qiluvchi odam. Bu odamni mal'un odam deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar.